Go'shtnonning qiymasini zada mayda qo'rsak yaxshimi yoki tamlantirib ishlasak yaxshimi? Qilib baqqan do'stlar, inkas rayini qoldirsanglar bir o'rtaqlashib baqayli. Emis bugun o'xshitib go'shtdan qilamiz. Ich usul oddiy, birlik yo'singiz o'rganalisiz. Samsugunish boshlaylik ketdi. Bugun tayyor qilgan bo'lsa 5 tal go'shtnonning tayyorligi. Buningga 5 piyal unning ustiga baliq qo'shiqda 1 qo'shiq tuz, mekiyaning tuxumidan 1 tal va az miqdorda may qo'yamiz. Ishlatganim bo'lsa Al-Nuri Laborat hamkorligidagi xamashani Ispaniyadan import qilgan bevosita qizdumaylar ishlatishga bo'ladigan alayda tunji siqim zaytun mayi. Haras do'stlar, navoda odatdagi may ishlatib qolsak, chuqum oldin qizitilib ishlatamiz. Haras do'stlar, buning xamirini qancha ishlasak shuncha yaxshi. Raurs ishlagandan keyin hamda buni 20 minut atrofida tindiramiz. Bu vaqtda buning qiymasini tayyor qilaylik. Mana bo'lsa 2 tal piyozni ushoq to'g'rab oldim do'stlar. Buningdan boshqa 1 tal qizil laza, 2 tal ko'k laza tayyor qilib olamiz. Go'shtni bo'lsa o'zimizning amaliy ahvoliga qarab qancha tayyor qilsak bo'laverdi. Hamda tayyor qilgan materiallarimizni talanga qo'yib olaylik. Hamda buning ta'mini tangshash uchun muvofiq qalat tuz, zirni ko'proq ishlatamiz do'stlar. 1,5 qo'sh zir ishlatdim. Buning ustiga qarmoq, nayt az miqdorda zanjil talqini rengi chiroyli chiqsin deydigan do'stlar, ranglarini nazar qilib olsanglar bo'ladi. Hamon qiymasim tayyor bo'ldi do'stlar. Endi xamirimizning oxirini davomlashtiraylik. Xamirimizni o'tirdan 2 qilib, har birisini 5 dan bo'lib olamiz do'stlar. Ya'ni jamisi 10 tal zugul tayyor qilsak bo'ladi. Arlat ko'rib bir kapsul tuqqanlar ajrimga haqsiz bo'lgan yuraklarni basqach ko'rsanglar, qo'llagan do'stlarga ko'pdan ko'p rahmat. Endi xamirni ichib yeyishni boshlaymiz do'stlar. Qilinligini bo'lsa suratdagidek men mushallat qilsak, nayt o'lchamlik chiqdi, bak nipiz qilvasak bo'lmaydi. Jiltining ustiga qiymimizni ilib, men shunday ching besib, xamirga yepishtirib Endi cho'risini namdib etgandan keyin tupsiga yana bir jiltimizni ilib cho'risini mana shunday chiroyli qilib gul chiqarib olsak bo'ldi. Endi buning ustini namdib etgandan keyin yana muvofiq miqdorda kunji chechib etib, qazdimizga mayni ko'proq qo'yib, go'shtlarni sag'andan keyin o'tni chuqum tuvan tangshaymiz do'stlar, bo'lmasa go'sht pishmaydigan ish chiqadi. Go'shtlarning o'tir yerilib ketdi, ko'payib ketdi degan do'stlar, mana shunday birdan besib olsaqlar, yerilmaydi yoki usti ko'pidigan ishim yo'qolib ketadi. Qilish usuli shunchalik oddiy do'stlar. Oxirida men ishlatgan zaytun mayi lazım do'stlar. Har qaysi nahiy shaharlardagi Al-Nuri va Laborat maqsad setish do'konlarini setib olsanglar yoki boshpatki serqorini setib olsanglar bo'ladi. Oldin qatim ko'rik sangizning qilish usulini chiqarsam, xon sangizning o'lchimini bir deb bersangiz degan do'stlarga. Emis o'lchimini to'liqli deyaptim. Ich usulimga oid oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqum o'rganolasiz. Samsugunish boshlaylik ketdi. Xon sangizga eng avval 1 tal piyozni siralab to'g'rab olib, mayda uzoqroq qo'rib ko'ydirib olamiz. Men bugun 4 qacha, ya'ni 2 kilo atrofida un tayyor qildim. Buningga 1 qo'shiq tuz, nayt az miqdorda soda va xamir turish shiltimiz ishlatganim bo'lsa, cho'ng ustamning o'riltish unumi nayt yaxshi bo'lgan xamir turchi. Arqidan bir china atrofida oldin tushitib olgan may qo'yamiz do'stlar. Undan may qo'yganim bo'lsa seriq may, navad oilat bomba qilib qaz buni qo'ymasanglar bo'ladi. Keyindan ko'ydirib olgan piyoz va muvofiq qalat suv qo'yib xamir jug'urishni boshlaymiz. Haras do'stlar, jug'urvatqimiz sangizning xamiri bo'lg'achqa imkoniyatdan bercha qancha ishlasak shuncha yaxshi. Xamirimizni bo'shroq qilib jug'urib tayyor qilib bo'lgandan keyin eg'izni yem etib yarım soat qo'yamiz. Hamda xamirimizning cho'ng kishiligini 250 gramda 300 gram atrofida uzib olsak bo'ladi. Mening bugun uzgunim bo'lsa 300 gram atrofida uzdim. Ondan xamirni zug'liq bo'lgandan keyin buni yana 10 minut atrofida tindirib olib, suratdagidek mana shunday qilta oldiga kelamiz. Ondan buni yana 10 minut tindirib etgandan keyin suratdagidek mana mushalatda qilinligini inchikroq qilib qilta qilib olsak bo'ladi. Aralaq ko'rib bir kapsul tuqqanlar ajrimga haqsiz bo'lgan yuraklarni besib, qo'llag'ach ko'rsanglar, qo'llagan do'stlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bu xon sangisining yo'gach shaklimi odatdagi sangizning shakliga o'xshash chiqadi. Men mushalatda cho'kimizga chiroyli qalat yo'gab bo'lgandan keyin mayga selib, avval sangizning oldi-keyinni mayga bir chukurib, qatirib olgandan keyin mana mushalatda shaklga keltirib, sangizning osti va ustini normal holatda sarg'aytgandan keyin suzib elib, endi men ustiga chechayotganim bo'lsa tangfin do'stlar, ya'ni qanni undak izoga oldi shu. Qanday sizlar sangiz sep bo'ldinglar do'stlar? Sağgan sangizning rasmiy inkaslarni bir yo'llab qo'yinglar. Oxirida cho'ng ustamning cho'ngligi bor do'stlar. Cho'ng ustamning xamir turchini oila bir ishlatib qo'yinglar. Unimni ayt yaxshi. Amiz qo'llagan do'stlar rahmat. Kelar qatim ko'rishali xayr xo'sh. Hammamiz nayt oddiy deb o'ylaydigan ding so'manning diqqat qiladigan kichikkin bir yeri bor. Amsi bugun faqat tamoq yetib baqmagan xonim qizlarning qilaligidek nayt qulay bo'lgan usulni yurib qo'yay. Ich usuli oddiy, birlik o'zingiz o'rganolasiz. Samsugunish boshlaylik ketdi. Ketelik materiallar tuvandagidek, mana ma'vo bo'lsa, bir siqim atrofida jangdo, ondan go'shtga 300 gram go'sht ishlatdim. 1 tal ko'k laza, 1 tal qizil laza va basaydan 2 quloq ishlatdim. Materiallarni shunday qushaq qilib to'g'rab olamiz. Endi buni cho'pini tayyor qilaylik. Lag'man jezimizni tatib, 2-5 ni kesib etgandan keyin ondan cho'ng kichikligini kichikroq qilib mana shunday kesib, qozon selib, avval cho'kida aralashtiramiz. Arqadan cho'yli bilan to'xtamay asti ustini aralashtirsak, chaplashib qolgan yerlari to'liqla yechiladi.
Hemen çöpnümü süzüp elvelip, emdi qo'rishni başlayli. Qozonga bir chumuch may qo'yib, avval go'shtini selib, go'shtni pishiq qo'rvelib, qo'shiqning ustida kavavchin berib, davomli qo'rib, go'shtning rangi manmushalat kelgandan keyin, andin so'ng piyoz, jangdoni berib, buni pek uzoq qo'ratmasak bo'ladi do'stlar, taxminan 1 minut atrofida aralashtirib qo'rib, orqadan basayni selib, 8 ni aralashtirib qo'rgandan keyin rangidan ko'rkam chiqish uchun rang chiqargan ranglasdan bir qo'shiq berib, 2 ni aralashtirib qo'rgandan keyin andin bir tal sho'xini ushshaq to'g'rab selibmiz. Kirib mijak kapsul tuqqanlar bir talda naqsiz yurak besib qo'llag'ach ko'rsanglar qo'llagan do'stlar, ko'pdan ko'p rahmat. Endi buningga imkoniyatni bercha sho'rib qo'ymiz, sho'rib bo'lmaganda chuqum qaynoq suv qo'ymiz. Buni taxminan 3 minut atrofida qaynatib, muvofiq holatda tuz, ko'k qizil laza, samsaqni berib, ost ustini to'liq aralashtirib, birini qaynatiblar. Çöpünün renginin körkəm mənim qorimning ta'mini texim yaxshi chiqish uchun Jongstamning seriq purchoq jangyosidan bir qo'sh qatrabida beramiz. Bu jangyo seriq purchoqni hammasha qilib, haqiqiy aptab eshitib yasalgan jangyo bo'lib, tomoqlarga rang ham ta'm qo'shadi. Mana shunday qilib o'xshagan so'manim tayyor bo'ldi do'stlar. Endi kelar qitim yana qaysi tomoqni o'rganganlar bor, inkas rayini qoldirsanglar. Oxirida filmlarimni yoqtirib ko'rayotgan do'stlar rahmat. Aman bo'linglar, kelar qitim ko'rishali xayr xo'sh. Hem chuchmal, hem achchiq shunday o'xshayotgan ayol cho'qimir qilib beringlar. Bugun mana maxsus chayizga amroq urug'tiqanliga chayizli foydalanib qiladigan nayt churuk o'zgacha qo'rim qilishni o'rgatib qo'yay. Ichish sulimi oddiy ham sugunish boshlari ketdi. Materiallardan uzun chayizni 2 ni tayyor qilib, o'tirdan 2 qilgandan keyin buni yana 2 qilib yetib, o'tirdagi mana bu urug'ba tarafini elitimiz do'stlar. Chunki shunday qilganda andan churuk chiqaril bo'ldi. Kanglikini bir barmoq alat qilib, mana mushalasi to'g'ri velib, ham to'g'rab tayyor qilib olgan chayizning ustiga suv quyib, az ustini rosa aralashtirib, andan suyini to'kitib, Jongstamning qunak rahmaldan taxminan 2 qo'sh qatrabit berib, ast ustini to'liq aralashtirgandan keyin ahvol qarab ikkinchi qatim yana qunak rahmal beramiz. Mana mushalatda chayizning tashqi qavati bir qavat qilra qunak rahmala yepishgandan keyin andan bo'lib qilsak bo'ldi. Endi qazdimizdagi may 50% alat qizgandan keyin chayizni selib, birdam aralashtirmay turmiz, qetib olgandan keyin davomli aralashtirib zali qilib, rangi mushalat kelganda süzib elib, mayni qaytadan qizitib, ikkinchi qatim qayta zali qilib, chayizman mushalatda sarg'uch qizil hamda muhim yeri mana ma'noda churuk alat kelgandan keyin andan süzib olamiz. Andan buning tamsiyini tayyor qilaylik. Qachiga 2 qo'shiq achchiq suv, 2 qo'shiq shincho qo'yamiz. Ishlatganim yanlar cho'ngstamdan chamur shinchosi. Tuzni qo'shiqning ustida beramiz. Orqadan bir qo'shiq aqshika selib, ustiga yana 4 qo'shiq atrofida suv qo'ysak bo'ladi. Endi buni to'liq aralashtirib, shakar bilan tuzni to'liq eritib olgandan keyin, andan qaznimizga nayt az miqdorda may qo'yib, tuvandagidek kavavchini, kesgan laza, samsaq va so'ng piyozni selib, tuvan o'tda birdam qo'rib, mizlik puroqlarini chiqarib, baya tayyor qilib olgan qiyamni qo'yib, o'tni yuqur tanshab, to'xtamay aralashtirib qo'ysak, mana shunday suylari quyilib, shirinlik holat keladi. Endi chayizni selib, o'tni yuqur tanshab, 2 ni o'rib qo'rib, kunjitdan ko'proq 2 tal yumg'oq sut berib, yana 2 ni aralashtiriblar taqsimlab iste'mol qilsak bo'ladi. Qilish usulman shunchalik oddiy do'stlar. Oxirida Jongstamning cho'nlig'i bor. Filmlarimni yoqtirib ko'rib, oxirgi to'liq ko'rgan do'stlar rahmat. Aman bo'linglar, kelar qitim ko'rishali xayr xo'sh. Eylik mehmonlaringizga sho'rpining o'rniga qazonli bo'z qig'ilib bo'lgan, qancha chizakmi qat'iy ko'ngil tegmaydigan qozon kabobining oilik usulini yutib qo'yay. Ichish usulimi bakladdi, birlik yo'singiz o'rganalaysiz, zamsi o'rganish boshlari ketdi. Qozon kabobiga qo'y go'shtini qanday yerini ishlasanglar bo'ladi. Bugun meni ishlatganim bo'lsa, qo'yninki buyun tarpi. Go'shtning ta'mli yumshoq pishish uchun go'shtni bir ta'mlantiraylik. Az miqdorda tuz, ko'proq miqdorda zira, mekanon tuxumidan bir tal chiqib, az ustini rosa aralashtirib, zirini go'shtga to'liq so'ndirgandan keyin, mana shunday siralab to'g'ralgan piyozni selib, yana davomli qo'rib 15 minut qo'yib ta'mlantiramiz. Orqadan ma'noda qozon azroq may qo'yib olsanglarmi yoki quyruq mayni takshi tizib, shuning mayini chiqarib olsanglar bo'ladi. Go'shtni birdan aralashtirib qo'rib, go'shtning rangi mana mushalat kelgandan keyin, qozonni o'tini o'chirib, qachiga yarimchin atrofida qaynoq suv qo'yib, rangini chiroyli chiqarish uchun Jongstamning pomidor qiyamidan bir qo'shiq va qozon kabob testi qo'ysin bir qo'shiq selib, rosa aralashtirib olamiz. Endi bu qiyamimizni qozonga qo'yib, tuvoqni yepib, tuvan o'tda 30 minut atrofida dumlaymiz. Vaqt to'shgandan keyin nondan 2 ni tayyor qilib, ustiga yepib, yana tuvoqni yepib, yana 10 minut dumlab, endi nenni taqsiga olib, qozondagi go'shtlarni rosa aralashtirib yetib, nonning ustiga go'shtlarni ilib iste'mol qilsak bo'ladi. Oxirida sizlarning qanday tomoqni o'rganganlar bor do'stlar, o'rgangan tomoqning ismini inkaslarga yozib qo'ysanglar, ham filmlarim yoqtirib ko'rib, qo'llayotgan do'stlar rahmat. Aman bo'ling, kelar qitim ko'rishali xayr xo'sh.